Bugun Namanganimizda ham katta tantana Gullar diyori sifatida dunyoga tanilgan maskanda an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Gullar festivali yubiley sana 65 yoshga to'ldi. Bu yil gulchilarimiz butun jamoa bo'lib yaxshi mehnat qilishdi va bu natijasi bugun Ginneslar rekordi kitobiga Gullar festivalida eng ko'p gul ekilgan festival sifatida kiramiz va sertifikatini bugun topshirishadi. Juda ham bu katta tarixiy yangilik. Mana shu 65-xalqaro Gullar festivalini ochilish marosimida bu bo'lib o'tadi. For me to officially announce the administration of Namangan region is the new Guinness World Records title holder for the most flowers planted by a team in 1 month. Congratulations. Namangan shahri, O'zbekiston. Rekord muborak bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik, rivojlanish bo'layotgan yurtda shunaqa bayramlar yarashadi. Qirg'iziston delegatsiyasi, Xitoydan delegatsiya, Koreyadan delegatsiya. Men faqat hozir katta yirik delegatsiyani aytaman. Afg'onistondan delegatsiyalar. Mana bular xalqimiz ham aytdilar. Umumiy mana shu festival doirasida 1 million 200 ga yaqin xorijdan va 7 million o'zimizni ishga sayohatni kutyapmiz. Bu Gullar festivali faqat o'sha shahar ichida bog'da emas, tumanlarda, tumandagi o'sha mahallalar ichida boshlangan. Namangan Guinness rekordlar kitobiga kirish va 300 ta gullarga burkangan avtomobil paradi bilan xalqaro gullar festivalini boshlab oldi. Xullas, siz ham kelib mana shu go'zallikdan bahramand bo'ling.